Arka Mebel markazida narxlar tushib ketdi. RM brendiga tegishli bo'lgan Turkiyada ishlab chiqarilgan kreslolari 360 gradusga aylanadigan materiallar bo'lsa, yuviladigan ushbu yumshoq mebel to'plami avvalgi narxi 22 million sotilgan, hozir chegirmada 16 million 800 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. E'tibor bering, mebel 100% Turkiyada ishlab chiqarilgan. Turkiyada ishlab chiqarilgan navbatdagi modelimiz komplektda ikkita kreslosi hamda divani bor. Divanini mana shunday holatda ham va ochib qo'yib, bemalol yana ham o'zingizga qulayroq qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ushbu modelimizda avvalgi narxi 18 million sotilgan, chegirmada esa 12 millionga xarid qilsangiz bo'ladi. RM brendida faqatgina bu ikkita model emas, boshqa modellarga ham yaxshigina chegirmalar amal qiladi. Narxlarni sindirishda davom etamiz. Ushbu Xitoyda ishlab chiqarilgan, usti quyma tosh bo'lgan, oyoqlari temirdan ishlangan stolimiz hamda 8 kishilik stolimiz avvalgi narxi 21 million sotilgan, chegirmada bo'lsa 15 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Fed brendiga tegishli bo'lgan Xitoy va Turkiyada ishlab chiqarilgan stol-stullarga berilgan chegirmalar sklad narxlarida amal qilyapti. Mana bu haqiqiy chegirma. Bu yerdagi barcha mebellarni asl narxidan 3 milliondan 6 milliongacha arzonroq narxga xarid qilsangiz bo'ladi.